Assalomu alaykum. Bugungi temamizni pilaramani. Mana bistro xo'tkasi bor, mana bistro xo'tkasi. Shu bistro xo'tkasini shunaqa katta problemasi bor. Shogirdlar, hali pilarama ishlatmagan shogirdlar mana bunday qilib qo'yishadi, qiyshoq qilib. Mana buni ustini yeb tashlaydi. Mana buni ustini yeb tashlaydi. Bunday qilib qo'yishadi. Buni qilish kerak. Tak. 5 mm mana bitta zazor qolish kerak. Mana borti bor-ku, mana borti. Bortini, mana shu bortini. Mana borti, mana borti deyiladi mana. Hozir qalam ichida mana bort, mana bort. Bortdan 5 mm zazor qolish kerak. Zazor qoldirishmaydi, taqab qo'yishadi. Keyin mana katta borib tayinlanadi, 6 ham borib tayinlanadi. Mana bu ko'tarib, mana ko'targanda, mana ko'tarib tashlaydi-yu, arrani. Ko'targanda mana bunda ustiga chiqib ketadi. Mana shu 5 mm ko'targanda arraga mikro trashini beradi bir. Keyin arrani uzib tashlaydi. Shuning uchun hurmatli shogirdlar, ustoz ko'ringlar, ustozdan o'rganinglar, kitob ko'ringlar. Ustoz ko'rsanglar, o'zingizlarga foyda. Ustozlar bu kunga yetguncha ancha xato qilib, ancha xatoni orqasidan o'rganishgan. Ular ham ustoz ko'rishgan. O'shaning uchun ustoz hunari yo'q, qanoti yo'q, qush deyishadimi, nima deyishadi? O'shaning uchun kitob ko'r. Sizlardan iltimos o'rganinglar. Mana 5 mm, mana bu ruchka 5 mm orqasi. Mana bunda mana. Ko'rasizlar, 5 mm mana bortdan zazor qolish kerak. Mana 2 mm bo'lmaydi, 3 mm ham bo'lmaydi. 5-6 mm. 10 mm bo'lmaydi. 10 mm qoldirsanglar, sizlar santimetrda gaplashasizlar, yarim santimetrda mana. Yarim santimetr. 2 mm 0.2 bo'lmaydi. Taqab qo'ysanglar ham bo'lmaydi. 0.2 ham bo'lmaydi. 0.3 ham bo'lmaydi. 5, 6, 7. Tushunasizlarmi? Masalan, mana buni olib o'tvorsa, bu sizdan ishlayveradi. Zazor обязательно. 5, 6, 7. Tak. 12, 13, 14, 1 cm, 1,5 cm bo'lmaydi. Standart. Butun dunyoda 4-5. Rossiyada ham masalan, hamma joylarda masalan 4 5-6. 2 bo'lmaydi. 2 ziyon keltiradi. Baraka topkur. Tesha ushlashni bilmaydigan bolalar teshani sopini sindirib, aybni tesha chiqarganga, sopga qo'yishadi. Shuning uchun sizlardan iltimos, shogirdlar. Mana shuni zazor обязательно. Keyin davleniyani kubaga ko'p pul yutaman deb, kubaga oylik olasizlar. Davleniyani xo'janing yo'g'ida 120-150 berasizlar. Yo'q. Bermaylar. O'sha 70 положено 70. Eski bizani pilaramalar 100. Undan davleniyani oshirmaylar. Arra uziladi, xo'jayinning cho'nchagiga ziyon. Hozir pul topish qiyin bo'lib ketgan. O'shanga mana zazorni ko'ringlar. Zazor 5 mm, 6 mm. O'lchaydigan narsalar bo'lmasa, mana ruchkani ko'tida o'lchasanglar, ruchkani orqa tomonida uzr mana 5-6 mm zazor mana bunday. Mana bunday qilib qo'ysanglar, mana etomani ham aylanganimda sakratib, mana buni yeyilib, arraga tirishini beradi, arrani uzadi. Mana bunday qo'yib qo'ysanglar. Hurmatli, aziz shogirdlar, ustalar bilishadi, lekin hurmatli ustalar, sizlar ham ozgina bilmaydigan bolalarga sirlarni aytinglar. Sirlarni aytsanglar, jannat eshiklari ochiq bo'ladi deyshadi, baraka topkur. Shuning uchun baraka topkurlar, iltimos, hurmatli ustozlar. Shunda agar pilaramada ishlayman desa, mana shu zazorni 5 mm, 6 mm qilgan deb ana qilinglar. Davleniyani masalan eski pilaramalar 100, yengilari 70. Maslahat beringlar. Shogirdlar nima qilishadi? Kubaga ishlashadi. Kalistoni ko'proq chiqarsa, ko'proq oylik oladi. Mana bu yerdan arralarni paqir uzib tashlaydi. Ertaga 1 kun, 2 kun, 3 kun ish bor. Arralar uzilib yotadi. Shogirdlarga ham pul yo'q, xo'jayinga ham pul yo'q. O'shaning uchun shogirdlar baraka topkur. Har kuni oilaga pul kerak. Har kuni pul kerak. Nonga, choyga. O'shaning uchun har kuni pul bo'lsanglar, ziyon keltirmanglar. Davleniyani norma ushlaylar, mana buni ham norma ushlaylar. Uzrimni so'rayman, ko'p gapirganimga baraka topkur. Mana shu sohada, temir sohasida hozir 62 ga kirgan bo'lsam, necha 20 yoshimdan boshlaganman temirchilikni. Temirchilikda to'g'ri qilsang, moylasang,
artsang, sursang, moylab yursang, vaqtida uzoq temir sizga xizmat qiladi, baxtli hayot kechirasiz. Oilada yaxshi inson bo'lasiz. Qanaqa pul ko'tarib kelsangiz, hammaga yoqasiz oilada. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun ish joyida qattiq amal qilish kerak. Juda ham qattiq amal qilish kerak. Nima deydi? Hamma narsaning normasi yaxshi. Baraka topkur. Normadan oshiq qilsangiz yoki qanaqa mana buni taqab qo'ysangiz yoki mana buni bitta bo'tda emas, yana o'zlarining joylari bor, Pilarama ko'p joylari. Hammanglar e'tiboringiz uchun ko'p rahmat.